Assalomu alaykum vatandoshlar. Biz mana yana navbatdagi darvozamizni o'z joyiga olib kelib uстановka qilib berdik. Bu darvozamizni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Miltiqchi qishlog'iga olib kelib uстановka qilib berdik. Bu darvozamiz haqida hozir qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 4.15, bo'yiga 390 cm ga 2 qanotli qilib berdik. Bu darvozamizni materialiga keladigan bo'lsak, materiallari stoykasiga 12.8 dan qo'yib berdik. Qalinligi 2,1 stenkada. Profillari chetidagi ramkasi 8x4. Uni ham qalinligi 2,1 stenkada. Ichidagi profillariga 6x4 dan foydalanib, uni ham qalindan qo'yib berdik. Listiga keladigan bo'lsak, listlari 2lik stenkadagi listlarni qo'yib berganmiz. Bu darvozamizning nomi taraq boson deyiladi. Yarim 2 qavat. Mana shu o'rtadagi delalari 2 qavat joy. 2 qavat joylari, mana pastlari 2 qavat. Darvozamizning pastiga shiviller qo'yib berganmiz. Mana mashina o'tganda ezilmaydigan, qilaydigan bu. Zamogida ham shu qimmat, yaxshi zamokdan qo'yib berdik. İçimizni bir qator ko'rib, ishimiz yoqsa bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Darvozamizni ochib bekilib, ochilib turishlarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana zamogimizni ham 180 ming so'mlik zamogdan olib kelib qo'yib berdik. Darvozamizning orqa tarafini ham ko'rsatib o'tamiz. Darvozamizning orqa tarafi vatandoshlar, zatorlarni ichiga qo'yib berdik. Ochilib yopilishlarini ko'rsatib o'tamiz faqat. Vatandoshlar, darvozamiz atveslari joyida, cho'tki. Shavjini shabada bor. Darvozamizni turishlari. Darvozamizga mana sharninglarni 3 tadan qo'yib berganmiz. Aziz obunachilar, darvoza kerak bo'lsa bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'lchab o'rnatib, dastavka, uстановkasi hamma yo'q ichida. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1.200.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Kanalimizga yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar, layklar bosib qo'yasizlar.